Men roza tutgan oshqozonman. Xudoga shukr, bu yeb to'ymas odamni og'izi tindi, men ham sal dam oladigan bo'ldim. Roza payti meni 1 oy tinch qo'ysang, 1 yil tinch ishlayman. Shiliq qavatim tiklanadi, at yo'q, gaz kamroq bo'ladi. Men rozador jigarman. Yog'larim parchalanyapti, toksinlarim chiqib ketyapti, mazza qilyapman. Rozani qoldirmay tut jigar. Men roza tutgan yurakman. Menda xolesterin kamayyapti, qon bosim me'yorlashyapti. Roza men uchun tabiiy terapiya bo'lyapti. Men rozador hujayraman. Ko'zlarimga ishonmayman. Men yosharyapman. Eski kasal hujayralar chiqib ketyapti. Men sening ruhingman. Rozada men butunlay poklanyapman. Tana dam olganiga men ham tinchlanyapman. Rozani qoldirma. Ramazon rozasini qoldirmasdan tutib, nafsingni tiy va to'g'ri ovqatlan. Dietolog Aslidinovnaga obuna bo'lishni unutma.